Albatta, birinchi bo'lsa. Oktagon. Bu men uchun juda ham ko'p. Nima? Uni yangi yil oyligimdan olaman degandim. Buni esa pul yig'ib bo'lgach olmoqchi edim. 적금타면 Yo xudoyim. Buni lotereyada yutib olgandan keyin olmoqchi edim. Yana biror narsa tanla. 언제까지나 널 너만 보고 너만 사랑하는 나를 봐줘 계속은 나는 온통 너야 너 Oktayondek yigit bilan 세정쇼 do'kon aylanyapman. Bu tushim hech qachon tugamasligini xohlardim. 두근대는 가슴 붉어진 표정 바래다 주는 길 자꾸만 이상한 상상을 했나 너와 Qani bularni menga ber. O'zim olardim. Meni kechir. Og'ir ko'tarib, charchagan bo'lsan kerak. 제감이야. Ay yo'q-e, men uzr so'rashim kerak. Bugun meni deb ko'p pul sarflab qo'yding. Nimalar deyapsan? Meni dadamni o'z kompaniyalari bor. Shuning uchun bundan xavotirlanma. Ha, rostdan ham. Ha, to'g'ri. Lekin bularning hammasi mening uchun juda ham ko'p. Sen bunga loyiqsan. O'z farishtam uchun hamma narsaga tayyorman. Meni farishtam deyapsanmi? Ha? Sen yagona va betakror farishtamsan. Farishta. Demak, u farishta ekanda. Rahmat senga farishtam. Lora, meni qanday topding? Takyon. Butun umr davomida ota-onalarimiz bizni turmush quradi deb aytishgan edi. Men bu kun uchun yashab kelayotgan edim. Nega menga bunday shafqatsizlik qilyapsan? 미안해. Meni kechir. 근데 Lekin biz turmush qura olmaymiz. 이등 O'zi nimalar bo'layapti bu yerda? Nima qilyapsan? Sujin, ahvoling yaxshimi? Kel mendan bo'sa ol. Bu yerda nima bo'lyapti? Oyi. Oyi. Assalomu alaykum. Tag'in bezrayib menga salom deydimi? Uyatsiz suyug'i yo'q. 이런 도둑 고양이 같은 것. Men nima qildim o'zi? 너 Nima o'tgan gal bergan pulimiz yetmadimi deyman, a? 뭐구나. Pul deydilarmi? Nima? Meni kimchi bilan uradilarmi? Janob Kim, nima qilyapsiz? Xudoga shukr. Dengiz o'tlarini otarmikin? Meni o'g'limga rostini aytishga uyalyapsanmi? O'z o'rningni bilish vaqti kelmadimikin? 겠니? 어머니 Oyi, men 저 Sujinga uylanmoqchiman. Unga faqat o'lganimdan keyin bo'ladi bu narsa.
farishtaginam. Bu og'ir xato-ku. 이런 막장 Bu bema'ni hikoyani bir qismi bo'lgim kelmayapti. Lora, ahvoling yaxshimi? La'nati. Hammasi seni deb bo'ldi. La'nati qiz. Xonim, oyi. Oyi. 옥태견 씨. Oktagon. To'g'ri, sen juda ham yaxshi yigitsan. 이거는 Lekin bu menga to'g'ri kelmaydi. 나 Menga va senga juda qiyin bo'ladi. Kel, shunchaki 이제 그만. 모두 hozir hammasini hal qilamiz. Yordamchi chiqve. 기자. Hoziroq jurnalistlarni chaqiring. Jurnalistlar? Men sizni o'z oila biznesimdan voz kechishimni aytish uchun to'pladim. Buni sababi nima o'zi? Yoningizdagi qiz kim bo'ladi? U men uchun hamma narsa. Men borimdan voz kechib, unga uylanishga qaror qildim. U bilan qanday uchrashib qoldingiz? Iltimos bizga ko'proq ma'lumot bering. Uydagilar bunga qanday qarashyapti? Rostdan ham men uchun hamma narsadan voz kechasanmi? Seni sevaman. To'yingiz qachon bo'ladi? Oo! Yo'q, to'xta. Buni tugashini xohlamayman. Teyyon. Faqat bir yigit qoldi. Qiziq, bu gal nima bo'larkan? 이번에는 o'n daqiqadan so'ng suratga olish jarayoni boshlanadi. 대기예요. Tayyorlanishimiz kerak. Nima? 어느 와? Hadi ketdik. Mana bu yerga. Yo xudoyim, Lee Jong-suk-ku. 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you 나는 너와 Men Sujin. Men rejissor kimman? Iltimos tanishinglar. Ahvoling yaxshimi? Ha,
이종숙. Loving you 나는 너밖에 yettita. Birinchi bo'lsa 내가 이종석 bizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. 처음이신데 Yangi daramalar va daramalar davomini ko'rish uchun bizni Telegram kanalimiz va saytimizga qo'shiling. 나는 이제 Uchrashguncha 바보 xayr. 중에 소심 덩어리가 아니다. 땡큐. 아니 우리 좀만 더 친해지자고요. 키스는 안 돼요. 아니, 갑자기 키스는 안 된다니? 제가 번호 알려드릴까요? 이종석, 당신은 정말 놓치고 싶지 않아요.